Bana hakika. Qara. Nima o'zgarish va aka? Kedingmi? Dokuning o'zi joyda. Ha. Onu öyle joyda. O'rindiq joyda. Ami joyda. Voy, beshingni egiz ko'tarib qarab boqqin. Oyoqlari ishlim yo'q, daraxt, daraxtlar. Voy. Ha, beshingni egiz ko'tar. Xudo qara. Voy, ko'rdingmi? To'xtig'ini adimding. Voy, ko'rdingmi? Voy. Ha. Buni chiroqni sen bekatdingmi va chiroqlarni? Ha, men bekatgan narsa shu. Ko'rdingmi buni? Ha. Nim chiroq qildi u? Voy, chiroq emas, hakika. Bu cho'qira. Ha. Kuzatish apparati. Kuzatish apparati? Ha, kuzatish apparati. Nima qilib bekatding uni nimaga? Shu iniq suzukda atadigan nima bu? Kuzatish apparati. Bunu bekatmisizmi? Kuldimi u? Savdishimiz kuzatimiz gibi yani. Açlık ketken pulu bizga versem, biz qara qo'ymadik bu do'konlarga bunda. Voy, hakika uning ishi emas. Ha. Bocho aka. Ay, akamni kuzatadigan apparat bu. Akamni kuzatmadimcha? Ha. Akamni nima kuzatavoy? Voy, sen bilmaysan aka, bu akamning yuzi qilmishi pilinrab bag'azir shunda o chamdek ulab ketdi hozircha. Deydi, Voy, kunda 3 oyda bir, 4 oyda bir pulni so'raydi. Hozir uningdan haftaga tushdi. Endi qo'yib bersam, kunda, 2 kunda bir kelib pul so'rab adamni yaman beshimni og'irtyapti degina. Shunga kuzatish apparatini bundoq qarab turibman. Jiroqdan kelayotgan bo'lsa, dedim yaqilib qochmay, yalnız do'konni taqapla, yo'q bo'lib ketdim. Mana qilgan bo'lmabdi seni. Men bo'ldi. Endi u aka olgandan keyin berib tursangda qarindosh-ku. Qarindosh degan astaqvalad asqotdi qo'yamdi. Nimachi qilsa voy sen? Nimachi qilsa da men-ku, men uning pulni beraversam, men qanday qilaman dedi. Do'konning jonboqamdan men bu yerda. Bilmaydi. Bo'ldi, o'tir. Mana ishing faqat bo'lmadi o'shin. Bo'lmadi dedi kelsa, uningni qilib. Kana. Yo'lboshni ko'rgandeklar, o'tib ketdimi? Aka, yaxshimi? Hakika, akam keldi. Akani tanıyman, qadar qavali. Yaxshimi? O'zingchi yaxshimi? Qachonlar qilqading buning ichiga? Ha. Nereden paydo oldun bu yerda? Mana sen degan gaplarni kelin. Kele. Birini mi içeceğim sen? Yo'q, birini içmeyman. Soğut mu? Ne oldu bu? İçimlik içeceğim. İçimlik içeceğim. Ha? Ben sana içimlik vereyim. Soğut demeydi o. Aka. Hecap korktu ettim. Bu atay bu do'konga kelsam, bu tuzukroq birini mehmon qilsam olmamda. Abdi, mana içip dursa, qo'sqin assa yana praniklar var, hozir açib berdim. Yo'q, Qarafka. Senga bir maslahat bor. Ha, boshqa ishning gapti. Dahshat. Hakika maqdingmi? Bo'ldi, ishqilani baranglar qilishi berkina, men qaytay. Aman qara. Ha, işte. Meni kelsa, işte ko'rib olmadim. Kamerani bekitdingmi? Senin qo'yishim yo'q o'g'ilmaydi. Shu seni jiroqdan kelsa, darhol oldiga chiqib qarshilab olay deb o'rnab qoldim. Ay, lololiqing. Endi qanday qilsak? Qarafka aka. Ha. Mening nimaga seni izlab kelganimni bilamsan? Bilmamdigan. Pul so'rab kelding shu. Bak aqlliq chumasan, bak aqlliq. Lekin pul yo'q aka. Pul yo'q. Ey, voy aka, manda. Jinimfka. Voy aka, sen shu pulni so'rashdan boshqa nim bor aka? Sen shu akunimni so'raysan. Oldin qaytdim aka, bu oyoq shahardagi vaqtimda 100 ming qo'y so'rdim. 100 ming qo'y so'rdim. Shu uyimni setib etib, sen shu pulni berdim. O'zim shu uyning teshasini zo'li qilib o'tdim aka. Ey, 9 yildan keyin 100 ming qo'yingni men 110 ming qo'y qilib yondirib berdim-ku. Yaxshi qilding. Onunla uy kelmey, bana müşahede kelib, ma dükkanı chatdan 3 bin yani elib tek emdi bitti. Mana mening sababim bilan bir do'konlik bo'lib qoldim. 3 bin saga uyang meningdan cho'ng uyda silib o'tiraversan. Sen yaxshi men sababchi bo'lib qoldim mana. Sana berdiğim pul yo'q. Rostgam desam, shunday uzilib ketdim. Pul faqat Men qarama, gapni oxirini sen bir angla. Ma sodini sana tushundiray. Sodini? Mavju, sod mahfiyatligi juma. Sod mahfiyatligi. Anglaydi.
Yezlaga salgan bir taksi var değil ha? Ervi mani, her bir dokmuşka 10 metre birine hatta dükkanını çaplayımız kara. 10 metre aralıkta açtı. Çaplandı. Bu çok ra. Telpini yok edenlerge kıldıgan mulazimetligine bu. Bunu yok edenler için taksi çakırdıgan iş mi? Toğra. Ha. O şimdi şundalı tatıdı kıra. Ha. Özünün ornunu basıdı. Öyle taksi aç nak bir şekilde kilidi zaten. Sen taksi kilidi. Araymanı nimede tatıdı dedin? Telefonda. Telefonu yoklar için mülazimet kılmazdı o telefon bulması nereden? Hey. Telefonu. Verip telefonunu alıdı. Ha, benim telefonu aldı ha. O telefonu alan adamın özü üstü batusu arayma. Hey şu bu Nava o. Telefonu yok adamlar kıldıgan mülazimet. Telefonu yok adamlar için kıldıgan mülazimet. Toğra. Araymanı telefonda skanerlaydı. Ha toğra. O telefon bu yok adam kada kıldı o telefonu. Hey berip telefon alıdı davatı ben. Şunda mı ya? Ya o telefonu ağan tozu o telefonu ip boğanı gibi işte batusu arayma bu yana. Hey sadagan ketey ma meni qambesim qilib turgan o'xshaysan. Ben bu telefoni yo'q odamlarga qildigan mulozimat da'vatiman. Bu telefon yok adamlar için kıldıgan mülazimetin bir telefon getirdikken o telefonu yok o skanda kıldı deyim. Aldı dedim. Gelik bir koyma bana. Yakma. Oy. Ve nimi yavatsan? Alam. Pişayman doğrusu. Yürekle. Yürekle? Yak sen pişayman darısı yavatqanda qilsan. Endi bildim. Pulning bir uchi bilakda, bir uchi yurakda degan endi bildim. O'z vaqtida haqlar mendan pul so'rasa, men seningdan o'tamuyda bearam bo'lib ketatdim degina. Hoşta ama. Pul bolsun, manga beremiz Bu 50 ming olsun bergin qara. Yok. Bu akini ishkinglar alamat mongda ishga tushib Kel. Meka. Bo'ldi, Oy, o'tir. meka. Ben yanına kelgin akamdan qışıqla. Şeke. Meka. Sancho, Hemen miyede oturum. nimda eshityapsizlar? Ha, qanday qavaling? Yaxshi, o'zingmi? Yaxshi turibsan mana. Hey. Akang ve kelgandan keyin ustaqdek bilmem o'qib o'tir. Ochiqmamsa, yeydigan narsalarni ochiq. Bo'ldi. O jimto ochiq. Mana ochiq. Açıkayım ne? Bunu kim aldı? Bu sen. Ochiqqa? Benim işim saka oldu mu? Yo'q, bo'ldi. O'zi uni mi de? Bu akang hamda moshtaq azaq birning muhtojim qopdi. Şu lekin mende. Mana qilaman. O'tganda menga bir kartani berib qo'ygan. Yo ben kart vermedim akasana. O'tganda badonga saqlab qo'ydi. Voy ne dedim ben kart? Ben kartı vermedim. Çoğaltmagan bunu o. Ayı paypaqını saqlab buni keldim. Ben berib aytdim, al. Üzerinden çoğun adam silkisi deme. İşte, al. Maqira aka. Mana qankisili var degina. Menisi gaz yetişmeye hazır. Ay taqtuq sözler qalib qapti ma deyman. Ben sana kartını kaçam verdim. Bunda qilsa oy. Belki meras. Lekin Saudkamdan ilep amsa Saudkam muhtaç diye. Saudkam hepsam sana berip qo'ygan. Saudkamdan kim bu Saudkam gelirsen bo'lgan narsa. Sauddan ağamma? Ha Sauddan ep to'g'an puldi. Saud mi keldi ana? Qani? Kele. Qadira. Yaxshi. O çırayların nimada ışık Yaxshimi teshma, o'taqna. Qadira. Teshma. Katasma. Yaxshi. Özala yaxshima. Yaxshi. Hammani anıldık. Severten. Qerindaş degan bo'g'in yaxshi-ku. Bir-birisiga ancha-muncha yordam qilganimi yaxshi. Birdan da anlap oldun mu? Bu kichkam alqanchilik malda anglamaganda
ağlaymiz da biz. Şundan mı? Şu. Elbette ağlaymayız. Şuna. Bopta, hiç kız yok. Sen de bu muskara. Bizde akılların var. Ama da kadını tik tutmamsa. Bana oldu mu cık yok. Şimdi olsun ben de. Barcı yetkizip akan gibi ben. İşlesin. Vay sağ ol abi ötkendim o senden 30 ming koy qaz aldım. Endi bunu versen ben qazık boğulayveremdim bu yerda. O kaz ağanın hücütün var mı? Yok. Ben de mi yok? Ama işletmemse satıyorum. Ala. Bakıldı bu. Ha. Ale. Canlar yaxshi turibsizlar mana. Ha, men bu shu ish vaqtida Xotin gapla. Bo'ldi. Ha ma'qul. Vaqti kelgan. Bo'ldi. Ayli borim. Ma'qul. Ha? Nimdida? Nim rasmiy aqammi? Nima bo'ldi ukam? Nim dedi qadim. Nima bo'ldi? Voy gaqina. Peki ota. Peki sirkişti bana. Nima bo'ldi ukam? Nima bo'ldi? Dede. Ne oldu? Gap qila, ha, nima bo'ldi? Voy dey sana. Xotin doktorxonaga beribdi-ku. Meni ig'ir diabet bo'lganda sirt börak zayıf ishibdi deb. Nimda shafqam ey. Maqraf ukam. Hozir ber doktorga berib davolatdilar. Mana ukam pulni ola. Meningda 200 ming pul bor qara. Yo'q. Ma gapimni angla. Ma 200 ming al. Hozir doktorga berdilar. Börekim kadın chiqqan bo'lsa ukam. Lazım bo'lsa men ikkili börekimni sana bermem. Keyif taşıya bak oldu bana. Ha? Uy. Toxta. Hey. Uy senin ayarın. Bizim öyle hilçevler layık vatıdı. Açarlardı doktorhanı büyük. Hayran Toxta senin. Yağan gel tutaydı sana. Kada hop gitti bu. Yağan gel kıptı bu. Kaysanlar yağancı kaysanlara şeyin olmaydı koy. Aka xapamığı ne? Endi men sana pul verip qo'ysam yana oldin qitimdagidek ololmamdimkin deb ansirab dagim kammay sal misal qo'yibdimi xapam lekin hozir börekimni bermadigan xapam ma pulni sen al bo'ldi pulni yana lozim bo'lsa men beraman aka bo'ldi. Men ukam sana rost gap qilayman. Men bu pullarni tijoratga ishlatmaytimligini. Bir uy olgan. Shunga 50 ming pul kamib qilib, sana yağan gap qildim ukam. Meni kechirayotgan. Bana qerindosh degan mana mandaq bo'ladi. Bo'ldi aka. Biz ta'sirlandik ha. Bo'ldi aka, chataq yo'q. Küzdekimizde işleyecek. Kerindaşlarga. Yetmesi ben bu aka. Aş uyunu ilip ala. Rahmat. Herkes aş uyudun kuruk kalma. Bir quchoqlashibtinglar ha. Bir quchoqlashibtinglar ha. Sadoq etaylar. Rahmat ukam, rahmat. Yigit. Ho. Rahmat aka, rahmat. Kim degan Mert akam. Aka degan senindek bo'lsa, Ufku degan mendek bo'lsa, kim degan yaxshi. Dunyo mehr muhabbat bilan go'zal. O'zing mushunchalik kostyum bo'lgan nima degan yarashqandiki menda hech nima yo'q. Nima degan yaxshi Ufka. Mağ deysan öpürme emasmi? Maslashgan Ufka. Kichikmi olsun beri tamam. Kapıskıda Çok kiva. yapılamdı ki çirkin örsem. Onu geldi ma kostüm ele kündürdün çoğunluğun kostüm. Toksundar tişi dadı. Gidirgan ha? Toksundar tişi dadı. Başlayıp öyle tekrar çıraklı oldu mu? Tekrar alıverdi. Falan ne yazıgamsan zor olalatı. Aslında at oğan bu zade. Dokunmuştuk ki paranla komediyalarımızın hem de be. Bırak oynap tüketip aldık. Ama şuna nispeten hem de sahnimizge hem bizimki bugünkü şu komediyalarımızın nispeten azırak be. Üzerinden göz kıraşları bizimki oynagan rolümüzün nispeten bir teklif fikir tavsiyelerin bolsa desem bulu daka anlayız biz. Şu programda rejissörlük kılayotgan Ekrem Ukam'a köp rahmat. Hem de Ekrem Ukam bana telefon qilgan aka meni bir program tutgandim. Do'qmishdik paranlar degan.
Muşuna bir kelip qatnashib bersang, bir etotyapti deb, men mush kinolni o'ynabdiman. Mush etotga kelgan taz bir payzim yo'q desam, voy aka o'ynab ketsin dedi. Endi sizlarni maqtanganlarga qaraganda yomon emas, o'ynagan o'xshayman avval qaraganda. Sana ko'p rahmat Ikrom ukam. Sahnalashtirilgan kino desak bo'ladigan buni bunda kichikletilgan. Aparat ishlab qilsa anon ko'nib ketibman degana. Men bu soyadimi beqirab yurganlar 40 yillar bo'lib qolibdim, chiqarsam 10 necha ishimdan tortib shu kino oldi. Chunrong rollarni o'ynab keyin taraq qilib ancha-muncha bir bosh rollarni o'ynagan bo'ldik. Ana ular etot faqat o'xshamaydi ekan. Ma sahnada o'ynaganda. Sahnada o'ynaganda u ayrim bo'ldi ekan. Ba'zan jishin farqi qilganlar ishlab qoldi ekan. Anada taysilar yiziliq, buning taysi yiziliq. Men o'ynab ko'nmagashga ish qilib test tugatdim deb o'yladim. Tugatmadim. Biz taqa o'zimizning nimanda esil o'ynayapti deb o'zimizda tuvanjalab o'tirdik. Kamtar adamda kamtar. Onda desam, men bir xil bo'lib qolgan men. O'ynayapti aka. Ustoz degan bo'lsin. Mayli kino filmda bo'lsin, mayli sahnadagi drama, etot hammasi bo'lsin. Qanday qilib bo'lishidan qat'iy nazar men uchun bo'lgan chaqda xalq beradigan shu ozuqqa, ya'ni beradigan zo'q o'xshab ketadi. Kinochilikda hamda sirtning degan maydonga berib olamiz, lekin bu drama, etot, ma'qul shakldagi narsalar sahnada yeb beriladigan yeri bor. Bunda o'rin cheklamasiga ajrab uchrab qolamiz hamda. Lekin aktyor hamda sizlar bizdagi yakumusi mushuna kasbki aktyorlar obraz cheklamasiga uchirmaydi. Shunday qilmayman aka. Demak, obraz cheklamasiga uchirmaganligim uchun hozir mening akamning rolini shunda voyaga yetkazib o'rlayaptim deb o'ylaymiz endi. Buni hamda Parat efendim Babir Paksun. Ya ben endi bu Adını g'olibga bir bağlab. G'olib og'inamga baho berish salohiyatimiz to'shmaydi bizdan. Lekin endi bizga nisbatan bular ustoz yo'q. Bu og'inam bilan men shunday bir shakllarda bugun jam bo'lib, birlikda bir kichik tipdagi bir etotlarni o'ynayotganimizni men o'zim bak xo'sh. Rahmat. Sening salomat bo'lsin. Rahmat. Men bir qiziq gap qilib beray. O birinchi sizlar qo'yayotgan bir tor film bor. Ayda Chungning degan o'yinchi. Onasi muhabbat degan filmga Jurat Voyat men chaqirtibdi. Aka, bizda bir rol bo'lyapti, sendan boshqalar tushmaydi bu rol deb. Bo'ldi o'ynab beradi bu men kitobni bamida. Shuni kirib bizda bir tor film bor, televiziya teatri, shuni chiqargan bo'ldim desam, nima rol dedi. Voy, bundan bir Lobanning roli o'xshaydi desam, ayolim qolib, men bir o'tinib qolay dedi. Nima o'tinib qolsa desam, shunda buning ayoli chaqchaq qilgan bir rolni o'ynimi sanabtgan, men bak biyaram bo'lib ketman dedi. Va o'ynamayman deb shu ko'rinish og'ilib bordi, qarasam iyligerikin tazi bir rol ekan. O kuni o balla ko'rinish og'ildi, yo'q, tutilib qoldi. Ne qiladi? Ayoli kirib qarshi qusur yasab ketirganligina. Shu bu balla do'yonga chiqarib yutibdi buni. Jibo qilib. So'ngan o'g'ina yinib kirsam, ayolimning chiroyi biyapli nim bo'ldi. Ve men nim dedim sanqa, mushunda bir rol chiqamsa deb beli qishib chempion qilib o'tganligina. Qarsam tosh yukinib o'tirib, xotinim qars urayotganini ko'ksida o'tirib. Shu qonda qilma. Mendan boshqadan tushmaydi ekan bu rol. Desam, "Mo sat emasmi, balla cho'ngib ketdi o" dedi. Endi rolda pishans bo'ladi. Men pulni elib, kinoning pulni elib berganda biz shunda yavaş qaqo, japoat olib ishlasak pulni hammani topshirib deb o'zimizning pulni berib turadi deb hajlaydiganlar ekanmiz. Akaylar pulni dedim. Desam, "Nim bo'ldi" dedi. O pulni bersangni olib berib, ani kesib o'tanglar, chiqarib o'tanglar desam, "Bundaki adar olsa azroq chiqarsa." Ba'zi aktyorlarga damalik desa, balki abayqindak to'xtab turjuma bo'shonga ayolim nim deb qila yoki aka-inalarim nim deb singlarim nim deb qila degandek bir xil tatish bo'lishi mumkin. Lekin bu kasbiy nuqtada o'tgan xato bo'yicha. O bir rol.
Cüret vayetinin de şu sen çıkmasan bulmaydı deyişi de ma'lum sebebi şunu jasarat ketidi. Ailedekilerime to'g'ri tushundigan aktyor degan rolninki har qanaqini voyaga yetkazib o'rlash kerak. O'rlashlar emas, ashuna o'rlaydigan jur'at ketidi-chi. Shuning bilan savut voysilchi. Ben bek hoş. Xo'shmi? Hoş günden günge bana müştak. Ustaz artistler bilen müştakinde birlikte çıkıvanımdan ben. Şunçilik hoş. Arzu olurum şuti. Arzu armanlarım bana. Bir başta yitip attım ya birincilep. Muşu sehnini hazırlap begen. Eskar ağınımızga rahmet. İkincilep muşu bizimki Tavyen. Rejisörümüz İkram. Ağınımızga rahmet. Muşunda bir fırsattan yardım berdi. Bana muşunda ustazlar bilen birlikte oynavattım. Rahmet. Bunun iki yana muştak işler olsa. Hem kardeş binalar patip etişinler ümit kılımız ustaz he? Bunun gün hem de Eskar efendim yaxshi katta ishlarni qilib o'tibdi. Krallarga bo'lsa mablag'larni silab, sizlardek yosh bolalarni, isil aktyor bolalarni ko'plab ish ekranda texnik jiqroq namoyon qildi olsa, Madaniyat san'at ishlarimiz ham taraqqiy qilib, To'g'ri ham dedi. taraqqiy qilib, shirkatlarimiz taraqqiy qilsa, madaniyat san'at ishlarimiz ham taraqqiy qilsa, mana shunday komediya, mayli kino film bo'lsin, programmalar bo'lsin, go'zal san'at, o'sha ishlarimizning tang taraqqiy qilishida turli rol o'ynaydi. yaxshi energiyalik narsalarni taqdi. Hozir siyosatmi shunday yaxshi bo'lib ketyapti. Yaxshi asarlarni ishlanmoqda deyapti. Qarijon apandining gapini anglab qilamsa. Rahmat sizlarga bu. Hamda G'olibkam hamda bizning bolaligimizdan tatib ko'rib cho'ng bo'lgan bilgan mana tunji qitim mush sahnada meni tunji qitim rasmni aytsam bevosita ko'rishimkan. Bevosita rol o'ynadim qiyindan. Ko'rib nihoyatda xush bo'ldik. Faqat umidimiz nima desam biz ham o'sha bargur o'yinning nomidan yoki mushtoqmish baranglamış program nomidan ham birdan bir umidimiz kasbdagi yuqori pallaga chiqishingizni anandekin teningizning salomat bo'lishini umid qilamiz. Hamda teningizning texim salomat bo'lishi uchun mushxonlikdan inzam ferment addiy bo'lsin bizdan bir ko'ngil so'g'imiz. Rahmat. Bo'ldi mana xonlikdan inzam fermentini so'g' qilib oldi Asqarjon. Shuning bilan hamda aslaq bo'lsin ko'ngil hamda masalasi. Bugun G'olibkam bilan o'ynagan do'qmashdagi paranglar komediyarimiz mana ayta qalbilik bo'ldi. Shunchalik yaxshi suhbatlarmi bo'ldi. G'olibkam bilan ancha bir paranglashib ko'rishib tursaqmi, lekin sirda fursat yana shu sahnaga yig'ilib qilyapti-ku hozir. Bu bir fursatkan. Yana sening nurg'un asarlaringga ko'rinmalarimiz ehtiyojliq. Bir shu qisqagina bir komediya bilan yana bir ehtiyojni qondirib bo'g'ilib bo'lmaydi. Ya'ni davomli turda kelib, texmi yangi bo'lgan, texmi yaxshi bo'lgan, yorqin bo'lgan kulkilar bilan namoyon bo'lib, xalqimizga yaxshi bir oziqlarni berishini umid qilamiz. Bugungi do'qmashdagi paranglarimiz mashada oxirlashdi do'stlar. Kelarki qitimdagi do'qmashdagi paranglarimiz texmi qiziq bo'lsa, texmi rangdor bo'lsa, xayr xo'sh, kelar qitim ko'rishaylik.